Uyghur Yer Fondu'nun mesulü Abdüveli Ayup, Ürümçideki münasebetli kanalları arkalı Ürümşehir'deki muhacirlar mehmanxonasi korusida o'ltirishliq Raila Jaloliddindan tutqun qilinganligidan xabar topgan. Uning bu vaqtda tarqatgan Twitter uchurida bayon qilinishicha, Raila Jaloliddin 2 oyning oldida 15 yillik kesilib ketgan Fuja O'rmonchilik universitetining o'quvchisi Zulyar Yasindan onasi ekan. Abduvali Ayubning radiomizga ma'lum qilishicha, Raila Jaloliddin o'g'lining sud hukmini anglagandan keyin tabiiy holda og'ir ro'yi zarbiga uchragan va hukmga norozilik bildirib, aloqador qonuniy va ma'muriy organlarga to'xtamay shikoyat qilgan. Uning bu qilmishi davlat bilan qarshilish deb qaralib, tutqun qilingan. Bizning munosabatli kanallardan egilishimizcha bu Zulyar Yasin 15 yillik kesilgandan keyin onasi Rahila Jaloliddin munosabatli organlarga borgan, taftishga borgan, siyosiy qonun komiteti qatorliq o'rinlarga berib bu o'g'lining nahaq kesilganligini qayta arz qilganligini bu Turkiyaga berib o'qishninki jinoyat hisoblanmaydiganligini o'g'lining Turkiyadan kelganligini, ya'ni oliy maktab imtihoniga qatnashib muvaffaqiyatli holda o'qishini tamomlaganligini bu 2013 borgan Turkiyaninki buning hayotini xarob qilishga arzimaydiganligini bu ishlar haqida munosabatli organlarni izlagan va shu organlarga norozilikni ochiq shaklda o'tirib qo'ygan. Shuning bilan bu taftish va soqchi organlari Raila xonimning bu ishga aralashganligini, noroziligini, davlat siyosatiga norozilik bildirganlik degan shaklda tushunib va shu shaklda ta'dis silib tutildiganlik haqida biroz bishorat bergan va bu ishni cho'ngaytsa o'zining balo qildiganligini eskartgan. Shunda bo'lsa-mu Raila xonim qat'iy voz kechmagan, adolat talab qilib munosabatli organlarni izlashga chong to'g'an. Bu sababdan Raila xonim tutilib ketgan bo'ldi. Ürümşehirlik G'alibet yo'l saqchixona xodimi muhojirlar mehmonxonasi qo'rusining o'z boshqurish tavasida emasligini bildirib, Raila Jaloliddin haqidagi savollarimizga javob bermadi. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Xo'jobinganning qo'risida o'tirishliq bu Raila Jaloliddin degan bir ayol tutib ketganka bugun 3 kun bo'pti. Shu yoqning qayerda tutirilayotganligini uqmashdik. Qayerda ketganini uqmadik, ammo shu G'alibet saqchixonasining saqchilari kelib tutdi deb angladik. Bu G'alibet saqchixonasining tutdi deydi qo'y undaqda biz kelgan inkasda. Shuni biz shu kimdan tutganda, nima sababdan tutilganligini surishtirib telefon qilyapmizga shu. Shu o'g'li 15 yillik kesilgan ekan. O'g'lining shu kesilganligiga norozilik ariza sunayotgan ekan. Shu jarayon tutilibdi. Şimdi taraf kutluya kaçan, kimon şu saçlar ismi, şu iğne bilgenlikine tutuklanmışız. Oğulning ismi Zulyar Yasin. Fuja O'rmonchilik universitetini bitirgan, hozir shuni bir praktik qilish jarayonida Urumchida praktik qilayotgan vaqtda tutib ketgan bola. Hozir 15 yillik kesilgan. Bizning bu tavallud Zulyar bizni Zulyardan nurg'ulamachi qaysi Zulyar men o'qimayapman. Ilgirki xabarlarimizda ma'lum bo'lishicha, davlat bexatarligi yotadigan delolarda oila tobatlarining mahkumni surishti qilish haqqi yo'qligi ma'lum bo'lgan. Abduvali Ayubmi mush sababdan ba'zi kishilarning tutqundagi oila tobatlarining oqibatini yurtidagi chog'da emas, chet elga chiqqandan keyin oshkorlangan saqchi hujjatlaridan uqqanligini o'tirib qo'ydi. Hatto shu 2023-yili 4-oyning oxiri chet elga chiqqan bir ayol o'zining nevri inisining qanchalik kesilganligini chet elga chiqqandan keyin shu oshkorlangan tizimliklerden, Şinjan saqchi hujjatlari degandan uqibdi. Demak, vatanda bir odamninki qanchalik kesilganligini uqish, bu vaqtda ma'lumot olish, buni surishtirish degan narsa mumkin emas holga kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Raila Jaloliddin o'g'li g'oyib bo'lgan kundan e'tiboran o'g'lining beshiga kelayotgan bu ofatning oldini olishga amalining barcha tirishib boqqan. Ammo uning bu farzand muhabbati davomli holda davlat dushmanligi deb qaralib, ogohlantirilgan ve tehdit silingan. Neticede 7. ayının 22. günü Tangırtaq rayonluq davlat tomonliq atritining 4 nafar xodimi tarafidan kechda uydan tutib ketilgan
va shu peti uyga qaytmagan. Mushunda avvalda endi bu Raila xonimninki cesurluk bilan oğlunun ağır kesilganligiga norozilik bildirganligi va bu noroziligini soqchi, taftish qatorliq o'rinlarga yetkazganligi Raila xonimning tutilishiga sabab bo'lgan bo'ldi. Telefonimizni qabul qilgan Urumchi shahrining Tangritog' rayonlik davlat amallik saqchi aktirt xodimi Raila Jaloliddinning tutqunda ekanligini dalilladi. Ha, mana bu Tangritog' rayonlik davlat amallik atirtimi? Ko'pami? Muhojirlar mehmonxonasi bu sizning tavalliq qaramdi. Xo'jobinga. Undaqda bu Raila Jaloliddin shu yer ishlaydigan shu Raila Jaloliddin degan ayol qayerda turyapti hozir? Uningdan bu salomatlik ahvoli qanday hozir? Bu baldir ham antiqib ketdi. Shu tutib ketgan biz qayerda tutib turilyapti? Shunda pasingiz biz shularni hukmimiz emasmi? Qayerda tutib turilyapti? Ismi qarab topib beraman sizlarga. Salomat. Ya o'rnini deb bersanglar, qamoqxonani, qaysi qamoqxonalikini? Tutilganini bilsiz, nima tutib turilayotganligini bilmaysiz. Shundaqmi? Ammo u Railaning navbatda qaysi qamoqxonada ekanligi va nima uchun tutilganligi haqidagi savollarimizga javob bermadi. Dilosuga mas'ul bo'lgan shu tutib kelgan saqchi kim o? Shu deb beralamsiz. Ben bilmayman, onu o saqchi degan bir saqchi o'stirilgan saqchi olmaydi bu yerda. Voy, o'zingiz dedingizga tutib ketgan odamni qanday tekshira olamiz deb. Shu tutgan odam kim o? Qaysi saqchi? Uydan shu 4 kishi tutib ochib ketdi degan gap bor. Shu Tangritog' rayonlik saqchi darsdan. Orasida Abduvali deb birisi bakkan shu Abduvalini chaqirib qo'ygan unda Abduvali degan saqchini. Yo'q, hozir Abduvali. Ma'lum bo'lishicha, o'g'ilning qismati Raila Jaloliddinning salomatligiga og'ir ta'sir ko'rsatgan bo'lib, u uydan og'ir holatda tutib ketilgan. Biz Raila Jaloliddinning salomatlik ahvolini so'rag'inimizda mazkur xodim bu uchurlarni saqchixonaga berib so'rashimiz kerakligini bildirib, telefonni qo'yibdi. Undan so'ng ichidan boshqa xodimlardan birini chaqirib qo'yapsiz, biladigan. So'jangmi, jidoyammi boshqa birisini. Siz agar uni bilmaysiz, bu saqchixonaga kelib O telefonda huquqini bo'lmadi, surish qilish bo'lmadi. Ya, huquq bo'lmaydi, huquq bo'lmaydi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida o'g'ilni qutqizish uchun harakat qilayotgan Raila Jaloliddinning o'zining tutqunda ekanligining dalillanganligi haqida anglitish